102 ga qo'ng'iroq qilib Donald Tramp ustidan shikoyat qilgan fuqaro O'zbekiston ichidagi biror bir idoraga shikoyat qilishi mumkin emas. O'rtoqlar, kelinglar, mana bu yerda Donald Tramp turibdi. Fakt prezidentini olib ketib qoldi o'g'irlab. Murojaat qilish aybmi bugun? Chaqirsak telefon qilib yolg'on xabar ber, u boshqa gap. Qani bu yerda yolg'on? Qolganlarga signal bo'lyaptiki, "Senlar murojaat qilmalaring" degan. Yo umuman fuqarolar murojaat qilmasinmi chiqaydi? Jim o'tirsin. Hatto prezident portaliga ayrim fuqarolar menga topib bering deb murojaat qilgan. Nuqtai nazar. Rasul Kusherbayev. Assalomu alaykum. Bugun tarmoqlarda axborot tarqatildi, ya'ni yaqinda 102 ga qo'ng'iroq qilib Donald Tramp ustidan shikoyat qilgan fuqaro javobgarlikka tortilibdi. Bektemir tuman sudi tomonidan unga jarima qo'llanildi. Xo'p, mana shu harakat qanchalik konstitutsiyaga zid yoki bu yerda fuqaro haqmidi yoki sud haqmidi degan o'zgarishi savollar keltirib chiqaryapti bu masala. Bu o'rinda fuqaroni murojaati qanchalik kulguli yoki qanchalik mantiqqa zid deb hisoblanmasin. Bu yerda fuqaroni javobgarlikka tortish qanchalik noqonuniy edi degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Gapimni boshdan aytmoqchiman. Bu holatda shaxsan men Bektemir tuman sudi tomonidan fuqaroga nisbatan chiqarilgan o'sha jarima jazosini, ya'ni fuqaroni aybli deb topib unga jarima qo'llash haqidagi qarorni konstitutsiyaga zid va noqonuniy deb hisoblayman. Nima uchun? E'tibor qiling. O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasida, mana shu yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyaning 40-moddasida yozib qo'yilgan. Har kim bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda davlat organlariga hamda tashkilotlarga, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga, mansabdor shaxslarga yoki xalq vakillariga ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega. Ariza, taklif va shikoyatlar qonunda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqilishi shart. Bu konstitutsiyada yozilgan qoida. Ishonmasangiz ochib o'qinglar o'sha 40-moddasini. Demak, bu yerda nima deyilyapti? Siz fuqaro 102 ga qo'ng'iroq qiladimi? 103 gami? Farqi yo'q. U qo'ng'iroq qilib qaysidir masala ustidan shikoyat qilish huquqi ega ekanligi haqida gapirilyapti. Bu yerda yozilmayapti. Agar seni shikoyating asossiz deb topilsa, sen javobgarlikka tortilasan deyilmayapti. Fuqaro nuqtai nazaridan Donald Trampning o'sha Nikolas Maduroni Donald Tramp o'zini harbiylari orqali, o'ziga bo'ysunuvchi idoralar orqali o'g'irlab ketilishiga e'tiroz qilayotgan bo'lsa, fuqaro bu haqida hech qayerga yoki O'zbekiston ichidagi biror bir idoraga shikoyat qilishi mumkin emas deyilmagan. U xolasa Donald Tramp ustidan shikoyat qilishi mumkin. Xolasa BMTning bosh kotibi Antonio Guterres ustidan qilishi mumkin shikoyat. Farqi yo'q. U muhimi o'zini nuqtai nazarida u buni asosli deb topyapti va murojaat qilyapti. Eng qizig'i, fuqaro javobgarlikka tortilishda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 199-moddasiga asosan javobgarlikka tortilgan. Ya'ni u yerda nima deyilyapti? Ichki ishlar organi yong'inga qarshi xizmat, tez tibbiy yordam va boshqa maxsus xizmatlarni qasddan aldab chaqirganlik uchun javobgarlik belgilangan. Bu yerda fuqaro kimni qasddan aldab chaqiryapti? Fuqaro bu holatda 102 ga qo'ng'iroq qilib, "O'rtoqlar, kelinglar, mana bu yerda Donald Tramp turibdi. U Nikolas Maduroni o'g'irlayapti. Mana shu yerga tez yetib kelinglar." Boshqa demayapti-ku. Yoki boshqa yolg'on ma'lumotni tarqatmayapti-ku. Ayni paytda fuqaro ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan xabarlar asosida Venesuelaning prezidentini Amerikaning prezidenti o'g'irlab ketdi deb shikoyat qilyapti. Va bu haqiqatan fakt. Ya'ni qo'pol aytganda Donald Tramp janoblari o'zlarining harbiylari orqali boshqa davlat prezidentini olib ketib qoldi o'g'irlab. Va buni juda ko'pchilik o'g'irlik deb qabul qilyapti. Dunyoda bu holat bo'lyapti. Bu borada fuqaro bunga chora ko'rish kerak deb o'zimizning ichki ishlar organlarimizga ishonib murojaat qilyapti. Xo'p, endi u keyinchalik asossiz deb topilishi mumkindir. Ichki ishlar organi tomonidanmi, sud tomonidanmi, prokuraturami farqi yo'q. Lekin fuqaro murojaat qilayotganda uni o'zini murojaatiga huquqiy baho berish imkoniyatida bo'lmasligi mumkin. Murojaat qilish aybmi bugun?
Mana shu prinsipial qoida buzilyapti. U boshqa organ tomonidan asossiz deb topilib rad qilinishi mumkin. Marhamat, organlar, hurmatli fuqaro, siz murojaat qilish tartibi to'g'risidagi mamlarga rioya qilmadingiz, adresingizni aytmadingiz, qanaqadir pasport ma'lumotlaringizni aytmadingiz degan sabab bilan yoki bo'lmasam sizning murojaatingizda keltirilgan masalalar asosli topilmadi deb ham rad javob berilishi mumkin. Lekin uni javobgarlikka tortish kerak emas edi. Bu nima degan gap? Murojaat qilish oqibatida fuqaro javobgarlikka tortilsin. Ya'ni u nimani yolg'on xabar berdi? Endi bugun u ichvob murojaat qilgan ekan va hokazo degan masalalar aytilyapti. Gap u ichib murojaat qiladimi, boshqadan emas. Gap fuqaro shu masala haqida murojaat qilyapti va biz fuqarolik jamiyat qurish yo'lidan ketayotgan ekanmiz. Konstitutsiya qonun ustuvor ekan, uni ko'rib chiquvchi organ yo rad qiladi, yo uni qanoatlantiradi. Bo'ldi. Uni javobgarlikka tortmaydi. Sen Donald Tramp ustidan murojaat qilganlik uchun bu yolg'on deb turib javobgar qiladigan. Nima, bizning organlarimiz Donald Trampni yonini oladimi yo? Unga xizmat qiladimi? Yoki boshqa shaxs haqida ketadi? Farqi yo'q. Agarki qanaqadir jinoyat haqida, boshqa haqida chaqirsak, telefon qilib yolg'on xabar ber, u boshqa gap. Qani bu yerda yolg'on? Ya'ni murojaatda to'g'risi qonunda ham yozib qo'yilgan. Fuqaro qilgan murojaati sababli ta'qib qilinishi mumkin emas degan. Hozir mana bu sudni yoki boshqa organni bu murojaati oqibatida unga nisbatan chora qo'llanishi bu bilvosita ta'qibga kiradi. Fuqaro kulgili narsa bo'yicha, mantiqsiz narsa bo'yicha murojaat qilayotgandir. Gap yo'q. Gap masala unda emas. Masala shundaki, uni murojaati oqibatida uni javobgar qilish. Bu nima degani? Bu bilvosita O'zbekiston fuqarolariga, qolganlarga signal bo'lyaptiki, sizlar murojaat qilmalaring degan. Ya'ni fuqaro oldindan u bilish kerak ekan. Qilayotgan murojaati ertaga asosli deb topiladimi, asossiz deb topiladimi? Yoki har bitta fuqaro murojaat qilishdan oldin ekspert chaqirish kerak. Yurist, men shu haqda o'qimoqchiman, sen baho berchi, men qilsam bo'ladimi, yo'qmi deb. Baraka topkur, fuqaroda unaqa imkoniyat yo'q. Bu davlat organlari mana shu fuqaroga, xalqqa xizmat qilishi kerak. U asosli murojaat qiladimi, yo'qmi? Uni tekshirasiz va rad qilishingiz mumkin. Agar yolg'on xabar bersa, qasddan davlat organlarini ovora qilib, mana bunaqa chaqirsa bir joyga, mana bitta o'g'irlik bo'lyapti, jinoyat bo'lyapti, yolg'on nima qilsa, u boshqa gap. Kechirasiz. Mana bu holatda bu yerda nimasi yolg'on? Agar har bir murojaat asossiz bo'lganligi uchun fuqarolarni javobgarlikka tortamiz deydigan bo'lsak, o'rtoqlar, unda boshqa murojaatlarga ham shunday qarash kerak-da. Biz ko'rdik, mana o'tganda hatto prezident portaliga ayrim fuqarolar menga topib bering deb murojaat qilgan. U ham asossiz edi bo'lmasam. Keling bo'lmasam, o'sha topib berdi murojaat qilganlarni ham javobgarlik qilib o'raylik. Mantiqsiz bo'lganligi uchun yo kulgili bo'lganligi uchun. Bu jarayonlar qanchalik mantiqsiz, kulgili bo'lmasin, lekin davlat organlari sabr bilan, toqat bilan uning qonundagi tartib asosida ko'rib chiqishi shart va murojaat oqibatida fuqaroni javobgar qilish kerak emas. Bu ham so'z erkinligini, ham murojaat qilishni qo'rqitib qilib qo'yadi. Fuqarolar shunaqa tasavvur olib keladi. Nima, biz qanaqa davlat qurmoqchimiz unda? Yo demokratiya yo'lidan orqaga qaytamizmi? Yo umuman fuqarolar murojaat qilmasinmi hech qayerga? Jim o'tirsinmi? Unda qonunlar nimaga kerak? Konstitutsiya nimaga kerak? Nega bizning sudlarimiz, nega organlarimiz konstitutsiyadagi mana shu qoidaga qaramayapti? Nega o'zlariga yoqmagan, kulgili tuyulgan deb hisoblagan nimani suhbatni internet tarmoqlariga tarqatib yuboryapti? Kim ruxsat berdi ularga tarqatishga? Baraka topkurlar. Tarqatildi u. Uni endi katta ehtimol bilan buni o'rgansa aniqlashar, lekin fuqaro tarqatdimi, men fuqaro tarqatmagan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. O'ziga o'zi yozib olmagan bo'lsa, lekin qiziq holatda bu yerda. Birinchidan tarqatildi va ertaga javobgar qilinyapti. Shuning uchun gap qonun ustuvorligi haqida ketyaptimi? Qanchalik mantiqsiz, kulgili va hokazo tuyulmasin. insonlarni murojaat qilganligi sababidan javobgarlikka tortish g'ayriqonuniy. Bu konstitutsiyaga zid. Biz qonun ustuvor, konstitutsiya ustuvor jamiyat qurmoqchimizmi? Bunaqa murojaatlarni ham toqat bilan qabul qilish va qonunni ko'rib chiqishga majburmiz. Qilishimiz shart. Odamlar o'zlarini o'zlari vaqt kelib tarbiyalayveradi o'zi. Lekin biz jazolayveradigan bo'lsak hozir, bilvosita fikr erkinligini cheklayotgan bo'lamiz. Murojaat qilish imkoniyatini cheklayotgan bo'lamiz. Va eng muhim qoida, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak degan qoida teskari ishlayotganiga guvoh bo'lamiz. Bu fuqarolarda qo'rquv olib keladi. Biz qo'rquvdan iborat davlat jamiyat qurishni xohlamaymiz.
Biz konstitutsiya ustuvor bo'lgan jamiyat qurishni xohlaymiz. Yuqoridagi holatda fuqaroni murojaat oqibatida javobgarlikka tortilishi 100% qonunga zid deb hisoblaymiz va boshqa organlar agar konstitutsiya ustuvor deb hisoblaydigan bo'lsa, prokuratura idoralarimiz bor, yuqori sud instansiyalarimiz bor. Ular bu qarorni bekor qilish kerak deb hisoblaymiz. Agar yo'q, har qanday asossiz murojaat qilganni biz javobgarlikka tortaveramiz deydigan bo'lsa, ana unda qancha ming odamlarni hammasini javobgarlikka tortishga to'g'ri keladi. Fuqarolarni istalgan shaxsni xatti-harakatini ustidan shikoyat qilishi mumkinligi bu konstitutsiyadagi qoida. U Donald Tramp bo'ladimi, Vladimir Putin bo'ladimi, Antonio Guterres bo'ladimi, farqi yo'q. Bu fuqaroning huquqi. Unga chora ko'rish u murojaat oqibatida yo ko'rib chiqishni rad qilish bu organning huquqi. O'rganib chiqib. Mana shu ikkita tomonda vazifasi bor. Biz mana shu qonun ustuvor jamiyat bo'lishini xohlaymiz. Ya'ni yuqoridagi masalada adolatsizlik mana shu yerda. Fuqaroni harakatlari noto'g'riligi haqidagi bahs, qanaqadir tarbiyaviy soat, tarbiyaviy ishlar marhamat mahallada qilish mumkindir. Oilada sizlar muhokama qilar va hokazo, lekin unga qonuniy jazo berish bu yo'l bilan bu mumkin emas. Bu nonsens. Asosiy aytmoqchi bo'lganimiz shu, bosh maqsadimiz kuchli fuqarolik jamiyati qurish, demokratik davlat qurish. Inson huquqlari ustuvor bo'lgan davlat idoralari xalq uchun xizmat qilishi kerak bo'lgan. Ana shunday kelajagi haqiqatda buyuk bo'lgan davlat qurish. Biz shu yo'lda xohlaymiz va shu yo'lda davom etamiz. Bu qanchalik qiyin bo'lmasin, O'zbekiston qonun ustuvor bo'lgan davlat va jamiyat qurish yo'lidan aslo chekinmasligi shart. Aytayotgan gapimiz va qilayotgan ishlarimiz bir bo'lsin. Nuqtai nazar. Rasul Kusherbayev.